O'yinlarni o'ynab turgan holatda men xayolimga bir narsa kelib qoldi. Agar men o'zim kichik bir dasturlovchi guruh ochgan holatda biror o'yinlar uchun o'zbek tilidagi mod yozsakchi yoki butunlay o'zimiz o'yin yozsakchi. Va bizda birinchi bo'lib Karm Magic Gun simulyator o'yinini o'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasi keldi. Ushbu o'yinni o'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasini kelgan sababga esa bu o'ynagan o'yinlar qatorida bor edi. Buni yuklab olish oson yo'li bu bizni gruppamizga o'tgan. Albatta ushbu silkani ustiga bosish, ushbu silka bizni to'g'ridan to'g'ri mega saytiga olib boradi. Biz u ham Zaxarniyni bosish orqali yuklab olishimiz mumkin va bu narsa bizada qay holatga keladi.